Katta auditoriyalarni 2-3 soat ushlab turish, seminarlarni tashkil qilishda ikkita jihatni ekspert ko'rib chiqishi shart. Buni sizga bir кейsim orqali tushuntirib bermoqchiman. Demak, O'zbekistondagi top dietologlardan biri bo'lgan Mavjuda Shorasulovni Hiltonda juda katta seminar o'tkazdilar, xabaringiz bor, va aynan mana shu seminarda hayajonlarsiz, umuman bu auditoriyaga men beradigan ilmim yuqori darajada bo'ladimi, yo'qmi degan qo'rquvlarsiz va eng muhimi seminarni oxirigacha auditoriyani qiziqtirgan holda bu seminarni tashkil qila oldilar. Biz seminarni tashkil qilishda ham metodologik, ham psixologik yondashdik. Birinchi o'rinda biz ssenariyni xalqaro darajada tuzib chiqdik. Ikkinchisi esa osondan murakkabga tamoyili asosida ma'lumotlarni taxladik. Uchinchidan esa ma'lumotlarni auditoriyaga mosladik va ularni to'yinib qolmasliklari uchun to'g'ri tizimni ishlab chiqdik. Shuningdek, seminarda katta auditoriyani ushlab turish uchun kerakli texnika va usullarni moslab to'g'rilab chiqdik. Va albatta ekspert bilan qo'rquv va hayajon ustida alohida ish faoliyatini amalga oshirdik. Umuman olib qaraganda Mavjuda opam shu seminardan keyin Lafruz, miyamda juda ham ko'p axborot bor edi, ularni tizimlab berishga, qolaversa auditoriyani boshqarishda ozgina hayajon bor edi. Mana shu hayajon ustida ishlashga va eng muhimi, bilasizmi, o'zimda men kerakli ma'lumotni auditoriyaga bera olamanmi degan katta qo'rquvim bor edi. Mana shu qo'rquvimni yechishga yordam berdingiz deb aytdilar va menga eng muhim bo'lgan so'zlari, yanada men o'zimga ishonchim kuchaydi va bunday seminarlarni o'tkaza olishga yana ham katta motivatsiya berdingiz deb fikr berdilar. Bu meni juda ham ilhomlantirdi. Offline va onlayn turdagi dars, seminar, trening va albatta kurslarni tashkil qilishda texnika, metodlardan to'g'ri foydalanishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, unda sahifamga obuna bo'ling.